Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiye de size Gacı Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü ıslah 2026 yıl 8. ayının 5. günü haftige çarşamba vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz birinci bulup eytaylı Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Donald Trump bugünlerden yani Amerika ovoz e'lon qilingan bir parcha xabarda ko'rsatilishicha mundaq deyildi. Prezident Donald Trump mundaq ko'rsatdi. İran bilan suhbat ilgirlashga erishdi. Lekin Tehranni ogohlantirib mundaq ko'rsatdi. Agar suhbatdan chekinib chiqadigan bo'lsa, Tehran intayin qattiq zarbaga uchraydi dedi ve ko'rsatdi. Mavzuli xabar 8. ayının 5. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Demek İran suhbati Amerika Qo'shma Shtatlari bilan İran o'rtasidagi suhbat ciddi bir holatda. Yani bir suhbat ilgirlashga erishdi. Tamam. Onun keyinde eğer İran bu suhbatdan chekinib chiqadigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari İran'a qattiq harbiy harakat qo'llanadi. Qattiq harbiy harakat qo'llanadi. Ikkinchi vaziyatimizning ikkinchisi vatandosh. Buning ulaplı kelayotgan vaziyat Yaponiya. Yeni davlat mudofaa ahtaşlık kitabida Jungo ve Tayvan to'g'risida nima dedi? Mavzuli xabar 8. ayının 5. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yaponiya Qo'g'dinish vazirati 8. ayının 4. günü 2026 yillik 2026 yillik Mudofaa ahtaşlık kitabı e'lon qilib, Jungo Yaponiyaga misli ko'rilmagan, balki eng zo'r strategik xiris e'lon qilguvchi davlatdir deb ko'rsatdi. Jungo buniga norozilik bildirdi. Albatta tabiiy shunday qildi, lekin Yaponiyaning bu qatim e'lon qilgan davlat mudofaa ahtaşlık kitabidagi cümlenin tuzilishi her yili shundoq cümle aytilib kelayotgan, yezilib kelayotgan bo'lsa lekin bu qatim buningda intayin bir kuchayticha. İkincisi misli ko'rilmagan. Shundoqla uchinchisi zo'r Yaponiyaga xiris e'lon qilguvchi davlatlar. Demek hozir bir cümle kaldı, Yaponiyaga ashaddiy dushman davlatdir degan. Shuniga yaqinlab keldi hisobda. Demek hozir Yaponiya e'lon qilgan ahtaşlık kitap yuqorida prezident Donald Trump İran to'g'risida, Tehron to'g'risida suhbat ilgirladi. Biroq chekinib chiqadigan bo'lsam men sana harbiy harakat qo'llanaman. Bu yerda bir ciddilik bilan bir taxirsizlik. Bu keldi. Bunun sebebinden andan başta yana bir abzas kısa haber var. O kısa haber ümit sadası. Belki başka noktada görüp başka noktada tahlil qilgandikan e'lon qilgan bo'lishi mumkin. E'lon qilgan vaqt 5 minut. Bu xabarlardan burun 5 minut bo'lgan. Ekranda Amerika İran'ni embargo qilishni tuyuqsiz amalda qoldirdi. Suhbat ilgirlash bo'ldi dedi shunaqmi? Endi bu muvofiq keldi. Suhbat ilgirlash bo'ldi. Amerika İran'ni embargo qilishdan 3 turli embargo qilishni amalda qoldirdi. Tig'uvchini Jungo va Rossiyaga qaratdi. İran'ni embargo qilishdan 3 tur bo'yicha embargo qilishni to'xtatdi. Yuqorida aytib, prezident Donald Trump sen bunu yenib olsang, men sana harbiy harakat qo'llanaman dedi. Üçüncüsü Yaponiyanın alfazını anladınız, gördünüz. O burun her yıl e'lon qiladigan ahtaşlık kitapqa
sözün oranı okşamayı duruvatıdı vatandaş. Endemeyede embargo qilishni İran'ni amaldan kaldırdı. Rusya tıkçı Jungo ile Rusya kartıldı. Bu dedi ki İran Amerika oturuşu şu münasebet, şu sohbet münasebetini eğitip Ümit Sadas nime dedi? Formoza boğzi vakası zor buruluş hasıl oldu deyip görsetti vatandaş. Endilikte yani bir cümle Ümit Sadasının şu haberinin ahırına, kısa haberinin ahırı koşka yani bir cümle ne dedi? Amerika Koşmuş Ştatları del hazır yeni yadro kuralları stratejisi tüzdü. Ümit Sadası 8. ayının 5. günü. YouTube 5 minut ilgili. Bu ciddilik duydum ha? Vaziyet ki bu ciddiliğe, ikinci ciddiliğe dikkat kılın vatandaş. Avam Palatanın azası Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclis Teşkil Münasebetler Komitesi'nin sabık reisi Michael McCaul. Bu kadın parlament azab buluşqa saylamga tushmaydiganligini aytdi o'zi. Shunday aytganlarida xizmatdan chekinib chiqdi deyli. Avam palatasi lekin mushundaq jiddiy sezgir bir paytda yana shundaq sezgirlik paydo qilib Tayvanni ziyorat qildi vatandosh. Tayvan'ın prezidenti Lai Ching-de Mike McCaul uzundan bir Tayvan işleri bo'yicha ko'rsatgan büyük hizmetleri için Ali yaxshi mukofot verdi vatandaş. Prezident Lai Ching-de efendim. Bu tünügülle üzbegen iş. Şununda Michael McCaul şundaq deb aytdi. Men ishiniman dedi. Tayvan münasebetleri kanunu asaslanıp Tayvan'a harbiy kural yarak setip beriş. Dedim ha? Ötken yılı 1 milyar 500 milyon dolarlık harbiy kural yarak. Bu yıl yani setip berdiğin, delmiş günlerle setip berdiğin kural yarakның pul dolar kıymet sanıt 1 milyar 400 milyon dolarlık kural. Ben hata tercüme kılmam şu. Pulun sanını geçirinler sizler, üzerler. Bir taraf kılıyorlar bunu vatandaşlar. Dedi ki Prezident Donald Trump belki yakında 1 milyar 400 milyon dolarlık harbiy kural yarak Tayvan'a setip beriş layihasiga imza koydu. Ben bunun işini dedi. Şençim kamil ki dedi. Ama Prezident Donald Trump muşu layihaga imza koydu. Michael McCaul Tayvan taybide durup şundaq dedi, işençim kamil dedi. Hoş, biz Michael McCaul'un sözü büyük işinimiz Prezident Donald Trump Tayvan'a harbiy kural yarak 1 milyar 400 milyon dolar kıymetindeki harbiy kural yarak setip berişini tasdiqledi degan sözün içinde yani intayın bir nazik taraf bu vatandaş. Bek nazik taraf. O nime demem siz? Bu yıl 5. ayının 13. günü Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump vekiller ümmüğüne, sohbet vekiller ümmüğüne başlayıp Beijing'i ziyaret kıldı. Beijing'i ziyaret kılışının aldı keynide muşu lahiye yine Tayvan'a harbiy kural yarak setip beriş. 1 milyar 400 milyon dolar kıymeti de harbiy kural yarak setip beriş layihasini tasdiqlashni to'xtatib qo'ydi. Beijingni ziyorat qilganligi uchun balki yoki Jungoning kiyapti pozitsiyasida o'zgarish bo'lmasin deganlikda balki yoki nima to'xtatib qo'ygan edi vatandosh. Ondan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Marco Rubio bu to'g'rida mesela yakında Filipin'de açılgan Şarkı Janubi Asya devletleri diplomatları yığınında şundaq tilga elib Tayvan'ı hem kural yarak meselesini tasdiqlashni Prezident Donald Trump muhokama qilyapti. Muhokama qilyapmiz.
Prezident Donald Trump oylashyapti, biz muhokama qilyapmiz dedi. Hukumat arbobi davlat ishlar kotibi may. Davlat ishlar kotibi Marco Rubio vatandaş. Yani o zaman bu quralyarak degan naydi sezgür dedi. Sezgür dedi. Dastlabda to'xtatib qo'yildi. Arlıqda muhokama qilindi vatandaş. Bugun endi Michael McConnell Avam Palata a'zosi, sobiq Avam Palataning Tashqi munosabatlar komitetining sobiq raisi. Siz endi biz sizga yetkazgan 3 xabarning noziklik va ta'xirsizlik, jiddiylik nuqtai nazarida qo'yib o'tirgan. İran bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida bir necha qatim kelishimga keldi. İran yenib oldi. Bir qancha qatim suhbatga o'tadi. İran chekinib oldi. Shuning bilan musha keldi. Endi bugun bu oxirgi qatim Prezident Donald Trump yuqorida gapni qildi İran to'g'risida. Endi Tayvan. Shunaqmi vatandosh? Endi Tayvan. Bo'g'izida yana qanday o'zgarish bo'lishi mumkin? Siyosatdagi noziklikni biz sizlarga deb keldik. Bu yil 4-oyning 10-11 kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Tayvan to'g'risida ifoda bildirdi dedik. Hozirgacha Amerikada siyosat o'zgargani yo'q, ta'kidlab kelyapti. Tayvan to'g'risidagi so'z izchil holda ta'kidlab kelyapti. Tayvan siyosatimiz o'zgarmaydi deb. Endi hozir mushu kichikgina bir o'zgarishning o'zi bir kuni 180 gradus o taraf, 180 gradus bu taraf o'zgarib tursa, bunda hayron qolmaymiz vatandosh. Buning tubki sababi Jungo Kompartiyasining pozitsiyasiga bog'liq. Jungo Kompartiyasining pozitsiyasiga bog'liq. Hozir Jungo Kompartiyasi tarafdan jiddiy bo'layotgan bir ishlama tuzilgan dedik, bilaqa yig'ini deb, bu bilaqa yig'ini to'g'risida kelayotgan gaplarni shunday anglab qo'ysak bo'ldi vatandosh. Biroq hozir ham Amerika ovozida ham berildi bu. Maqola sifatida, xabar sifatida berildi. Masalan, pasportlarni yig'ib olish, davlat chegarasi, davlat eg'izini, davlat darvozasida taqash, mayli chet ellik, mayli jungolik. Hozir endi bugungi bir qisqa xabarda hatto chet el savdogarlari Jungodan chekinib, bozordan chekinib savdogarlar chiqayotganda pul, bisat, mol mulkni tashlab chekinayotgan gap vatandosh. Sabab nimada vatandoshim? Bu bir ketma yaqinda Yaponiyadan Shinjin shahriga tuqqay yo'qlash uchun kelgan bir jungoloq Yaponiyaga grejdan bo'lib o'tgan 40 yil bo'lgan jungoloqni saqchilar majburlab, sen Yaponiya grejdanligidan voz kechsan. Jungo grejdanligida qolasan deb majburlab pasport u bularning hammasi tortib olib, Jungoda elib qolgan gap vatandosh. Shuning bilan ikki qatim bezbagan gap bu ish, buni Chimpokon so'zildi vatandosh, Chimpokon so'zildi. Tayvan'ı tutkan bunu sen, ya grejdallarga, Jungo grejdallara tutkan pozitsiya. Nima, Jungo nimaga tutildavatıdı o? Nimaga aldıravatıdı o? Nimadan qo'rqyapti o? Nimadan cho'chivatıdı? Masalan, bu pasportu tortib olishni Tibetda, Shinjongda yo'lga qo'ysan ajablanmaydi o kishilar. Uyg'urlarning huquqi shunchalik, Tibetlarning huquqi shunchalik, xohlagancha dafsanda qila olasan, xohlagancha bostura olasan. Biroq hozir o pasportni yig'ib olish, chegaradan chiqarmaslik, butun Xitoy grejdallariga ham qartilganda, Jungo hukumati nimadan cho'chivyotdi deb savol qo'ymay tura olmaysiz vatandoshlar. Nayt eğer hozir chet ellarda qattiq muhokama qilyapti bu ishni. Buni men chet ellardagi muhokamaning hammasini men ko'rib ketolmayman, bilib ketolmayman. To'g'ri betkilar o'zi aytyapti Xitoy tilida. Bu hozir hammada muhokama qilingan ishga aylandi deb Xitoy tilida to'g'ri betkilar o'zi aytyapti. Bu vaziyatlarni nima deymiz endi vatandosh?
Endi anlana davamını evvel kısa haber dep anlaysınız. Birinci sep, yoki oldingi sep, o't kuchi o'rlashga başladı. Tayvan Hangguang harbiy manevrini Amerika bilan birlikda elib bordi. Burun shunday ish bormi? Bak taklif qilish mumkin Amerika armiyasi tarafni. Bugun endi Amerika bilan birlashib Tayvan Hangguang harbiy manevri o'tkazdi. Amerika Tayvan Yaponiya raketaları mos qadamda o'rlashga başladı. Yani ko'plab ishlab chiqarish va qanday o'rinlashtirish jihatini aytganda Amerika, Tayvan, Yaponiya raketaları mos qadamda o'rlashga başladı. Yani mashg'ulot davri kirdi degan gap aytadilar. Yaponiya oq taşliq kitob e'lon qilindi, boshda ko'rsatdik sizga. Jongo Kompartiyasi bizga strategik xirist deb ko'rsatdi, yuqorida aytdik sizga. Axborot yashmisi to'rbiti 1 soat ilgari 8-oyning 4-kuni YouTube. Amerika, yani bir xabar, Beijingga qattiq qo'l soldi. Shaonu Tayvan to'rbiti 8-oyning 4-kuni YouTube. Yani bir xabar, Rossiya-Ukraina urushi 5-yilga qadam qo'ydi. Aslida birinchi meydan urush edi. Urush yadla Ukraina Rossiya o'rtasida birinchi meydan urush edi. Çünkü Rossiya va Yevropa o'rtasida kelgusida bir meydan urush bo'ladi. Men bundan hayron qoldim. Axborot birinchi sepi 8-oyning 4-kuni YouTube. Çünkü bu Yevropa ittifoqi bilan nima urush qilmoqchi endi? Mesela Rossiya ile Yevropa ittifoqi o'rtasida urush portlashi mumkinmi? Yo'q, degili bo'lmaydi, ha degili bo'lmaydi vatandosh. Lekin buni xabar tariqasida anglab qo'ysangiz bo'ldi. Janubiy dengizda qolliq urush. Mana o'zi qiziq bir gap. Endi siz biz uchun qiziq anlandi bu sababi nima desangiz, urush degan gap chiqdi bu yerda. Mushu vaziyat tufayli atrofda qanday jiddiylik yuz berdi. Jiddiylik to'g'risida gap yo'q. Janubiy dengizda qolliq urush. Jungo ozodlik armiyasi meydan tozalaganda qurol ishlatdi. Ko'rdingizmi? Meydan tozalaganda deganlikda yakor tashlagan eski parxod, Filipinlar parxodi bor-ku, ha shuni so'rayman, elib ketaman deb hozir chapilishadi. Mush paytda Jungo Kompartiyasining armiyasi qurol ishlatdi edi. Hongyan-dao oroli 19 soat qamal qilindi. Belki Jungo qamal qildimi, Filipin mutaz bilemay qoldim. Ozodlik armiya Janubiy dengizda meydan tozaladi. Yer sharqi nazar 6 soat ilgari 8-oyning 4-kuni YouTube. Tayvan tarafda, Filipin tarafda bo'layotgan vaziyatchimi? Yani bir xabar, Jungo Kompartiyasi ichki qismida elishish. Hujunta rostli yo'qolib ketdi. Jungo Kompartiyasi parchalanishga başladı. Shaolin maliyasi 8-oyning 5-kuni YouTube. Hujunta voqeasini birisi rost dedi, birisi yolg'on dedi, hozir g'oyib. Bu odam shu gap chiqqandan keyin hujunta bir yerda paydo bo'lmadi, palon nimaga qatnashdi degan gap bo'lmadi. Masalan, bir daqiqa hozir yig'inashdi desangiz, o yig'inga kelishi kerakdi. Kelgan, kelmaganlik to'g'risida gap yo'q vatandosh. Bu kimdan xabari? Shaolin maliyasi 8-oyning 5-kuni YouTube. Harbiy aeroplan deniz soqchilari Iroqqa harakatga keldi. Amerika, Angliya, Fransiya jiddiy ishbodi bildirdi. Sharqi dengiz yuzi qamal qilindi. Jungo Kompartiyasi urush qilmaymi Tayvanni jutib ketalaydi. Iqtisod, siyosat oldingi sepi 6 minut ilgari 8-oyning 5-kuni YouTube. Yani bir xabar, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi a'zosi Prezident Donald Trumpning nihoyat tez arada $1,400 million Tayvanga harbiy qurol-yarog' sotib berish loyihasini Davlat Majlisiga yo'llaydiganligi ishoniman dedi.
Mavzulu xabar 8-ci ayının 5-ci günü Amerika avazının Xitay Tili programımız elan qılındı. Xəbər mündəq başlandı. Washington, Amerika Qoşmuş Ştatları Avam Palatası Təşkil Münasibətlər Komitetinin sabıq rəisi Michael McCaul 8-ci ayının 4-cü günü Tayvan Taybeyli bir Prezident Lei Ching-te bilan görüşkəndi. Mündəq göstərdi. Amerika Qoşmuş Ştatları Devlet Meclisi maqulluğan Tayvan münasibətləri qanunaga asaslanıb Amerika Tayvan'ı qoğdunuş karakterli, kural yarak bilen təminleyişi gerek. Amerika bu vədisini işqa aşırıdı. Ötken yıl Devlet Meclisi tarixten bir ki en zor Tayvan'a 1 milyar 100 milyon dollarlık harbi kural yarak setip beriş layihəsini təsdiqlağan idi. Menin işençim kamil ki, bu qatem Prezident Donald Trump yana başqadan Tayvan'a 1 milyar 400 milyon dollarlık harbi kural yarak setip beriş layihəsini naiti tez arada təsdiqlaydı. Yakma bu tarzda yuqori tahlil qildik vatandaşın esir to'xtib qo'ygan, muhokama qilayotgan, munozara qilayotgan loyiha. Hozir endi Prezident Donald Trump buni tasdiqlaydi. Tayvan harbiy qurol yaroqni setib berishni tasdiqlaydi deganda Tayvan bo'g'izida, Tayvanga aloqador Jungo Amerika munosabatida va Jungo Tayvan munosabatida qanchalik nozik o'zgarish o'ttirig'i chiqdi degan gapni sual qilib qo'yimiz, balki bunun cevabı parlaqda kelishi mumkin vatandaşa. Amerika Maliye Ministeri Hormuz bo'g'izi to'g'risida kelishim imzolash yaqinlab keldi. Başta Prezident Donald Trump dedi, endi Maliye Ministeri Scott Bessent shundoq dedi. Mavzuda xabar 8-ci ayının 4-cü günü Amerika Ovozdan Xitay Tel programımızda elan qılındı. Xabar mündəq başladı. Maliye Ministeri Bessent, yani Scott Bessent 8-ci ayının 4-cü günü mündəq göstərdi. Hormuz bo'g'izi krizisida bösüş hasıl qıldıqan fürsət yetib geldi. Belki nəhayət tez arada Hormuz bo'g'izini echib etish kelishimi imzolanadi. Tügüdeş haber aşağı tügüdücüme. Endilikte Tayvan zor derecede burilishga başladı. Yeni haber. Avrupa İttifaqının 10 yıldan beriki pozitsiyasida zor burilish hosil bo'ldi. Tayvanga munosabatli. Tayvanning prezidenti Lei Ching-te xalqaro bosish hosil qildi. Beijing en qo'rqadigan ish yoki narsa oxiri yuz berdi. Yönden beri doğru bitti 8. ayının 5. günü yuttum. 4 saat ilgili vatandaş. Yani bir haber Amerika Jungo Tayvan bo'g'izi yeni bir şekilde karşılaştı. Xitay deniz sakçıları bilen Amerika deniz sakçıları karşılaştı. Bir gelişme yol koyuşmadı. Asma Irak yer kattık doğru bitti 8. ayının 5. günü yuttum. Bunun kısaca məzmunu mündəq. Ötmüşdü otdur şart. Deniz koltuqı rayonuna uğurlaştırılan deniz sahil sakçıları, ətiriti, parxotları, növbəti Singapur, Filipinli hərbi bazı qılıb, hərəkət qılıb atıdır. Amerikanın deniz sakçıları. Hərəkət qılıb atıdır. Bu hərəkət Jungo'nun Tinch Okyan rayonundaki hərbi küçüge xərəs peyda qilishni maqsad qiladi. Bu qatam o'rinlashtirilgan 154 İngiliz gazi uzunluğundaki tez inkas qaytirish jazolash parxotlari, charlash parxotlari Amerika deniz sahil saqchi qo'shiniga mansub okyan charlag'uchi parxotlar gruppasining o'ttira atirati. Bu o'ttira atirat dunyoning har qaysi joylariga avatiladi. Tunji bo'lib bugun
endi G'arbi Tinch okean rayoniga o'rlashtirildi. G'arbi Tinch okean rayoni bilan Tinch okean, Jungo taraf Tinch okean, Sharqi Tinch okean deyli. Rayon o'tirisi faqat Tayvan bor. Ammo Tayvandan o'tganda keli G'arbi Tinch okean rayoni endi. O'sha rayonga o'rlashtirildi. Köp yıllardan beri Jungo'nun atalmış külrengi belvaq hareketinin örülüşüge ergişip Tayvan boğuzu etrafında Cenubi Deniz talaş tartış buluvatkan rayında tizgilleş hukukunu yol koyuşka orunub geldi Jungo. Bu rayında vaziyet izcil ciddi halete turup geldi. Deniz sahil etrafının bayanatçısı mındak görsetti. Bu çarlaş saksı parkotları Singapur ve Filipin'in Luzon oralı Sobek koltuğunda hareket başladı. Orlaştırış vakti kem degende 9. ayının ahırıgıca. Demek Amerika'nın deniz sakçıları hazır bu rayonga orlaştırıldı. Vakit 9. ayının ahırıgıca. 9. ayının 24. günü Jungo'nun reisi Xi Jinping Amerika'yı ziyaret kıldı. Sakçı koşullarına bakatın orlaştırılışı yeni tedbir. Jungo'nun Tayvan boğuzu ve Cenubi Jungo hadı taşları etrafındaki hareketlerine tehdit selişkindir. Şu etrafta Jungo hareket kılıvatıdı, Amerika'nın deniz sakçıları şudağı tehdit selişkin geçip geldi. Nöbette Amerika harbiy orunlaştırışını tarqaqlaştırdı. Adli aeroportlar tayyorlandi. Yeni texnikalik ilg'or raketalar sinab qilindi. Texmi ko'p ittifoqdosh davlatlar bilan ittifoqlashib, kun sayin murakkab harbiy manevr qilishga boshladi Amerika. Bularning hammasi Jungo'ni ishontirish, ya'ni har qanday harbiy harakat intayin xatarlik deydigan so'zga ishontirishdan iboratdir. Buna ma'nosi sizning tilimizda o'shani jig'val degan gap ekan. Jungo o'shani jig'val intayin xatarlik yo'lga kirib qoldi degan gap. O'xshashda bir vaqtda Tayvanda hozir uzundan beri egizdan chiqarmagan Amerika armiyasi bir tarbiya elayotganligini oshkorladi Tayvan taraf. Bular degani Tayvan taraf Amerika armiyasi Jungo'ni Tayvandan kechiringlar. Tayvanning armiyasi tarbiyalayotdi degan gapni uzundan beri egizdan chiqarolmagan Tayvan endi birinchi bo'lib egizdan chiqadi. O'xshashda Amerika tarafı Tayvan bilan hamkorlashadiganligini e'lon qildi. Qanday vatandosh shu jumlalarga boshlayotgan gaplar o'xshash kelyapti. Masalan, Michael McConnell Tayvan limitini qurol sotib berish loyihasini prezident Donald Trump derhal tasdiqladi. Ishonchim komil. Demak, vaziyat o'zgarishning nozuklik darajasi, ta'xirsizlik darajasi, ciddilik derecesi müşe geçip geldi degan gap etenler. Müşe geçip geldi degan gap. Vaziyat endemeye qaraylar. Vaziyat intayin ciddi. Chet elde turayotganlar herkes Jungo'ga qaytmanglar. Qaytadigan bo'lsanglar tugaysizlar. Chet el pasportidan mecburi voz kechishga mecbur bo'lisizlar. Tuzum ichidagilar allaqachon tugashdi, ya'ni Jungo'da yashayotganlar. Chet elda o'qiydigan o'quvchilar g'oyib bo'ldi. Jungo'dan kelib, chet elda o'qiydigan o'quvchilar Jungo'da g'oyib bo'lishga boshladi. Tabiiy palla ikki tarafdan bo'g'ib tashlandi. Buni tushunmadim men gapni. Jungo bütün memlekette pasportunu yığıp aldı.
chet el şirketleri tezlik bilen Cungo'da çekinişki başladı. Hatta malbisat pul çeklerine karamay. Kapitalını taşlap çekinişki başladı. Dünyaya nazar çim bokum. 8. ayın 5. günü. Bugünkü vaziyetlerimizden devamı süpsüde bugün bu vaziyette iki nese vatandaş. Təxirsizlik, ciddilik. Təxirsizlik vakt kartılgan. Anlamış vakit içindeki mülazimət tertiplerine ciddiliği. Vaziyet benim bu şeye hazır. Hem de en asası İran hazır. Amerika Koşmuş Ştatlarıyla söhbet olturdu. İlgirleş boldu. Dedi Prezident Donald Trump. Bu tüküdüme elin üstü ümit sadası nemi dedi? Ümit sadası hem bu kettim Amerika Koşmuş Ştatları İran'a qaratqan 3 türlük embargo siyaseti bekar kıldı. Bekar kıldı. Embargo siyasetini bekar kıldı. 3 türlük embargo siyasetini. Kelişim imzalaysan, imzalamısan ben sana her bir hareket kaldırmam. Prezident Donald Trump ağızdan çıkan söz bugün Amerika avazlı verildi vatandaş. Şu vaziyetini, şu ahvallarını koşup gelgende benim için en nazik buluvatkan bir tarafta mədisiniz çünkü Amerika münasebetindeki bir vasıta tesir görüştüğün Tayvan'a hərbi kural yarak seçip veriş 1 milyar 500 milyon dolar. Bunu hem Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Avam Palatası'nın Taşki Münasebetler Komitesi'nin sabık reisi Michael McCaul Tayvan'ın prezidenti Lai Ching-te bilen görüşkende ağzını çıkardı. Vaziyet bu şu derecede vatandaşı.